Mo'minning eng zo'rini aytaylikmi? Tafakkurdan tinmaydi mo'min. Shunchaki o'tkazib yormaydi har bitta epizodni. Shunchaki lavhalarni o'tkazib yormaydi. Oldidan chiqayotgan har bir narsaga tafakkur bilan qaraydi. Ordan chiqayotgan har bir detalga, elementga, mavjudot, maxluqotga tafakkur bilan qaraydi. Hozir odamlar, mo'minlar, musulmonlar bolasiga tafakkur bilan qaramaydi. Bu bola nimaga tug'ildi? Nimaga katta bo'lyapti? Ertaga kim bo'ladi bu bola? Ertaga menga foydasi tegadimi, yo'qmi? Tafakkur qilmaydi. Ha desa pulni top. Ha desa bozorga bor. Ha desa unga bor, bunga bor. Tafakkurchi. Atrofga qarashchi. Bekordan bekorga yaratilmaganimizni tushunishchi. Shu qoloqlikka qarab ketyapti-da. Biz qoloq o'qimasligimiz kerak ekanda, Alloh bekordan bekorga yaratmadim men bularni. Qarang, bu gumon bekordan bekorga yaratdi degan gumon, bu kofirlarning gumoni. Ey mo'minlar, sizlar unaqa gumon qilmang. Osmoni, yerga, o'zingizga, atrofga, ularning orasidagi barcha narsaga tafakkur bilan qarab, Alloh azza va jallani taning. Yana takror aytamiz, buni faqatgina hozir zamonaviylashib ketayotgan ilmlar bilan taniymiz. Osongina. Odamni cho'nchagi bilan qo'lini orasida tuyada 1000 yillik yo'l dedi. E'tibor qilgan bo'lsanglar. Nimaga bunaqa dedi desa, shu beruvchilik xislatiga ega bo'ldingizmi, Xudoning rahmatidasiz. Ishoning bunga. Pulni kim beradi? Xudo beradi. U men ishlagan bilan, o siz bilan mendan ko'ra ko'proq ishlayotganlar bor. Va Alloh taolo ham shu bandalarning ichida ma'lum bir miqdorlarga bu ne'matni berdi. Hozir mana shu xonaqoda yig'ilgan hamma zakot beradigan odam emas-ku, to'g'rimi? Yoki hamma zakot oladigan odam emas. Ma'lum bir toifani zakot beradigan qildi.